Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad deputatlar ve çalışanlar. Boşak Denizman Kün Tarihlerinizi alınca devam etsin. Tamamen Mahallede Böcekli 2026 yılının olarak davamatlar derecesine ortalanacağından kısmı önlerde çözüm noktasından olur. Muhakkakın ödünün çözülmesi şartları, muhakkakın vurulması ölçüsü ve Hamdi Tuğan Prokurörü Şuşkura Canlar'ın muhakkakın 11 yazılan hatta birleşme olmakta asasen harcatlarının Türkiye Cumhuriyeti Başkanı belirlenmekte. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.4.2021 yili deputatlarga 700 sonli qaroriga ko'ra Orollar tashabbusini jamg'armasiga 156,7 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 5 fevraldagi deputatlar sonli qaroriga asosan 4 ta og'ir mahallalarda tadbirkorlik infratuzilmasini yaratish uchun 900 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Vatan himoyachisi el-yurt tinchligi yo'lida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va xodimlarning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2023 yil 13-martdagi PRF 34 sonli farmoniga asosan Namangan tuman Qiyot mahallasida yashagan harbiy xizmatda halok bo'lgan Toshpo'lat Kamoliddin To'xtaqo'rg'atovning oila a'zolariga 11,2 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 6 dekabrdagi 737 sonli qaroriga asosan Kichik Toshpo'lat mahallada yashovchi og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan fuqarolarga sotib olingan uy joy uchun 180 million so'm. Tuman hokimligining qo'llash xizmati uchun 2 million so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.2025 yildagi 111 sonli qarori hamda tuman prokuraturasining 2026 yil 20 apreldagi sonli xatiga asosan 30 million so'm. Tuman mahalliy byudjetini 2026 yil boshlantirilgan erkin qonun mablag'lari hisobidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 6 dekabrdagi 737 sonli qaroriga asosan Kichik Toshpo'lat mahallada yashovchi og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan fuqarolarga sotib olingan uy joy uchun 205 million so'm. Obodonlashtirish boshqarmasi tuman markaziy obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi yer maydonlariga mas'uliyat ko'rsatish uchun 94 million so'm. Jami 290